Hop, hammaga xayrli kech. Assalomu alaykum. Bugun Hop, hammaga xayrli kech. Assalomu alaykum. Bugun ichizga 13-mavzudamiz. Mavzumiz nomi iltimos menga 1 stakan suv bering. Va yana bu darsdan so'ng 2 dars qoldi. Iloji boricha bu darsni yaxshilab o'rganib, ya'ni oldingi darslarni takrorlab va keyingi 14 va 15-darsdan so'ng bitta kichkina imtihoncha bo'ladi. Bu yopiq gruppamizda. U imtihonni o'tganlar keyingi 2-darajaga o'tsa bo'ladi. Ya'ni siz 15 ta mavzuni necha kunda ko'rib bo'ldingiz? Ya'ni 1 oydami, 2 oydami, 10 kundami, necha kundir kunda iloji boricha tushunib, asli o'zi kun ora ko'rgan yaxshi yoki 3 kunda bir ko'rgan yaxshi. Chunki so'z ko'p yangi cheskada. Hop, dars boshlaymiz unda. Hop, darsimizda o'rganadigan maqsadlar bor. Ya'ni birinchi gaplarda ikki to'ldiruvchili gaplarni tushuna olish va qo'llay olish va ular orqali boshqalarga savol berish yoki biror narsani ifodalash haqida o'rganamiz. Va ikkinchisi modal fe'l, ya'ni ki degan so'z bor. O'shani qo'llanishini o'zlashtiramiz, o'rganamiz. Mumkin ifod etiladi, bo'ladi degan so'zi bor-ku, o'sha gaplarda keladi. Hop, keyingisida isia degan grammatika bor. Ya'ni bu fe'l plus isia keladi. Tuzilmasining qo'llanishini o'zlashtirish, harakatni qisqa muddat bajarish yoki iltimosni yumshatish uchun ishlatiladigan grammatika. Va keyingisi ovqat buyurtma qilishda, restoranda taom tanlashda ishlatiladigan asosiy iboralarni o'rganamiz bugun. Hop, buni boshlaymiz. Kitobimizni boshida adashmasam kitobni ochgan bo'lsangiz, kitobni qaysi beti? 13-mavzu. Kitobni qaysi joyda edi? Boshida. Mana mavzuni boshida rasmlarga misollar berilgan. Rasmlar harflarni to'ldirishimiz kerak. Bularni endi o'zi dars mobaynida ko'rib chiqishimiz kerak-ku. Hozirdan to'ldirib qo'ysak hech narsa qilmaydi. Rasmga qaraymiz va sekin to'ldirib chiqamiz. Birinchi rasmimizda nima bor? Mana. Demak, birinchi rasmimizda endi asosan nima bor? Bermoq degan so'z bor. Bermoq degan so'z. Keyingisi badashmasam bu non, mianbao. Uchinchisi iltimos, marhamat degan ma'noda aytyapti. F to'g'ri keladi. Keyingisi gapirmoq, sho'ga to'g'ri keladi. Keyingisi choy, dga to'g'ri keladi. Va oxirgisi bitta yarmiki, yarim bo'lak ega to'g'ri keladi. Tushunali, shu so'zlarni bugun o'rganib chiqamiz. 可以，可以，在，在，问题，问题，卖，卖，打电话，打电话，一下，一下， Hop, bu yerda endi ki so'zini to'xtalib o'tsak, ki bu mumkin degani. Ki bu ki degan to'xtovchi qo'shiq bor. Ki mumkin, bu ki mumkin emas. Za yana kelajak uchun buni sinonim bor. Yo degan, buni hozir o'tamiz. Kelasi yana degan, keyingisi endi zay faqat kelajak uchun yana degan, kelajakda ishlatiladigan so'z. Venti savol muammo, may sotib olmoq, degan havo telefon qilmoq, isia biroz degan so'z fe'llar bilan keladi. Kanisiya, chisiya, zoisiya, tengisiya, shoisiya. Shularni hozir qilamiz, batafsil ko'rib o'rganamiz. Bular kitobimizda ham bor. Iloji boricha kitobimizda mana bu yerda. Kitobda mana bu joyda bor. Mana. Bor, endi bularni nima bilan o'rganamiz? Misollar bilan o'rganamiz. Ketdik. Demak, ki mumkin yoki bo'ladi degani, birinchisi ki kandiyanshi. Ki kandiyanshi. Televizor ko'rsa bo'ladi. Teskari tarjima qilamiz. Xo'p, bu yerda o'zi asosan o'zbek tilida teskari tarjima qilsangiz sal to'g'ri bo'ladi degancha, televizor televizor ko'rsa bo'ladi. Yoki televizor ko'rish mumkin. Mumkin ko'rish televizor emas, teskari tarjima qilsangiz ma'nosi to'g'ri chiqadi. Ikkinchisida ki chi jiaozi.
qanaqa tarjima qilamiz endi mana buni chuchvara. Chuchvara yeyish mumkin. Ko'rsa ketma-ket tarjima qilsak sal to'g'ri keladi. Demak, qiy degani mumkin degani, tushunarli? Ch jiyaotsi chuchvara yeyish bo'lib qoladi. Chuchvara yeyish mumkin bo'lsa, qiy ch jiyaotsi bo'ladi. Keyingisi o'yin o'ynash mumkin. Qiy wan yoki wan qiy, ya'ni o'ynash mumkin. Ya'ni o'yin o'ynash mumkin. Keyingisiga wo qiy zuojerma. Wo qiy zuojerma. Buni ichingizga birda adashmasam, woning zuojerma deb kelgan. Buni hozir oldingi ichingizga strukturasi bor edi. Bizga endi buni ham yerga ning degan so'zni qo'yishgan. O'zi muloqotda ningdan ko'ra o'sha qiyni aytsa bo'ladi. Oldingi ichingizga nima bo'lib kelgan? Ning berilgan. Qiyni bu yerda ningni qo'ysa ham ma'nosi o'zgarmaydi. Tushunarli? Xohlasangiz woning zuojerma yoki wo qiy zuojerma. Muloqotda shu wo qiy zuojermani aytsangiz bo'ladi yoki wo qiyma. Keyin deyapti, ching zuo. Nima degani? Marhamat o'tiring yoki qiy mumkin degan so'z. Tushunarli? Demak, xohlasangiz marhamat o'tiring. Hozir chingni o'tamiz. Marhamat o'tiring, ching zuo yoki qiy mumkin degan so'zni aytib javob bersangiz bo'ladi. Tushunarli? Demak, qiy degan so'z mumkin degan. Oxirgi agar so'roq belgisini mana bu ma'no qo'ysangiz, qiyma desangiz nima bo'ladi? Mumkinmi bo'ladi? Telefoningiz jiringlab qolsa, Yevropalikda insonga ko'rsa, qo'lingiz bilan ishora qilib, telefonga javob beray deysiz-ku, qiyma desangiz javob bersa maylimi degan. Tushunarli? Misol yozib qo'y. Mana. Endi deyarli telefoningizda nimalarni iloji boricha programmani so'rab qolgan bo'lardim. Telefoningiz programmasini sekin o'sha xitoychaga o'girsangiz bo'ladi. Hozir emas, endi qanaqa o'girish deganda Google Play Market yuklab olasiz. Yoki xitoycha klaviaturalarni telefoningizga o'rnatasiz va sekin o'sha qiyma degan so'zlarni yozsangiz, o'zi klaviaturada chiqib keladi. Hozir men kompyuterni yozyapman, mana qanaqa. Qiyma. Mana ko'rsangiz birinchi so'z chiqib keladi, mana qiyma. Mumkinmi degan. Mumkin bo'lsa qiy, mumkin emas bo'lsa bu qiy bo'ladi. Bu qiy. Tushunarli? Ya'ni bu degani o'zi inkor edi, oldin o'tganmiz. Ya'ni mumkin emas degan ham bildiradi. Cheka yozib qo'ydim. Hop, keyingi so'zimizda qiy so'ziga ni hao wo qiy zuojerma. Bola aytyapti. Salom, men birga o'tirsam mayli deyapti. Yigit debdi, keyin qizim debdi, qiy chingzuo mumkin, marhamat o'tiring. Keyin bola debdi, siya rahmat. Qiz debdi, bukachi marhamat. Ya'ni bu marhamat o'tiring, chingzuodagi ching iltimos o'tiring emas, marhamat o'tiring. Siya rahmat, bu esa arzimaydi, o'zimizga arzimaydiga to'g'ri keladi. Tushunarli? Demak, bu oddiy qisqa dialog. Keyingisi bizda yana degan so'z bor, zay degan so'z bor. Bu yana degani bir xayrlashmoq degan so'z bor edi-ku, zayjiyan. O'shani zaydan olingan. Zay shu, yana bir marta aytib o'ring, yana bir marta gapira o'ring degani. Ya'ni xitoycha nimadir desa sizga tushunmay qolsangiz, zay shu. Yana takrorlang degan. Yoki ching zay shu yibian. Yana bir marta takrorlab yuboring. Ching zay shu yibian. Mana yozib qo'y. Amalga yozib. Og'zaki aytib yana. Iltimos yana ayting bir marta. Yibian bir marta degan. Iltimos yana aytib yuboring bir marta yoki bir marta yana takrorlang degan. Zayvan yana so'ramoq. Voye bujidao ni zay va ni siaba. Men ham bilmadim yoki men ham bilmayman. Sen yana so'rab ko'r yoki sen yana biroz so'rab ko'r degan ma'noni bildiradi. Zaychi yana borish. Vosiyang zaychi naga chaushi. Men yana anavi restoranga borish xohlayman. Ya'ni yana borish xohlayman. Oldin borgan, yo'qib qolgan bormoqchi. Yoki geywo zay yiga desa, menga yana bitta bering.
yoki zay gvoyiga farqi yo'q. Zayni boshga qo'ysam bo'laveradi. Gvoyiga desam bo'ladi. Bitta bering. Zayiga bo'lsa yana bir marta takrorlang bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Endi boya aytdim, Xitoy tilida yana degan so'zning ikki xil varianti bor. Bittasi yo, bittasi zay. Demak, buni ma'nosini aytsam, biror ish holat yana sodir bo'ldi. Odatdagidek takror bo'ldi. Ma'nosi yana va yana bir marta. Qachon ishlatiladi? O'tmishda yoki hozirgi vaqtda. Biror narsa takror bo'lganda, ko'pincha tasodifiy yoki odatdagi takrorni bildiradi. Misol uchun, 我吃了一碗面. Men yana bir kosa lag'mon yedim. Ya'ni ish harakat takrorlandi. 今天又下雨了. Bugun yana yomg'ir yog'di. Ma'nosi yo yana odatdagi va kutilmagan takror ma'nosida ishlatiladi. Farqi hozir yoki o'tmishda takror bo'ldi. Odatda yoki tasodifan uchraydi. Demak, ish harakat sodir bo'lgan bo'lsa, u yana keldi, u yana kech keldi, u yana uxlab qoldi degan gaplarda o'sha qaysi qo'yiladi? Yo keladi. Kelajak uchun esa zay ishlatiladi. Zayda bu yerda ma'nolar bor, bilan bir ko'rib o'qib chiqasiz. Biror ishni kelajakda qilmoqchi bo'lsa, asosan zay so'zi ishlatiladi. Qachoniga? Keyinroq maqsad bilan ma'nosi ishlatiladi. Ya'ni keyinroq birorta ish qilmoqchi bo'lsangiz, kelajakda yana degan. Ingliz tilida again bor-ku. Shunga o'xshagan narsa. Hop, to'xtalamiz. Keyingisiga o'tamiz. Venti savol muammo degani. Hop, orada shunaqa endi bizga SMS kelib turadi, anaqada dars payti o'quvchi kanalidan. Hop, demak, venti so'ramoq. Venti savol ekan. Savol so'ramoq bo'lsa, venti bo'ladi. Venti. Venti so'ramoq, venti savol. O'zi muammo degan variant ham bor, lekin bu yerda muammo emas. Muammo so'ramay turibchi. Ven laoshi venti ustozdan savol so'rash bo'ladi. Hop, keyingisi wo xiang zai wen laoshi yi ge venti. Ma'nosi nima bo'ladi? Ma'nosi men ustozdan yana bitta savol so'rashni istayman degan. Mana xiang istamoqda. Men istayman yana ustozdan bitta savol so'ramoqchiman. Yo'qmi-yo venti degan gap bor. Eng oson varianti ustoz aytadi o'quvchilarga. Savollar bormi? Dajiya yo'qmi-yo venti? Hammada savollar bormi? Laoshi wo yo yiga venti. Ustoz, men bitta savolim bor. Yoki may venti. Yoki mayo venti desam bo'ladi. Mana may ventini yoki mayo venti desam bo'ladi. Ya'ni bu asosan muammo yo'q, savollar yo'q degani. Shuni siz ya'ni okey o'xshagan narsa tushunarli. Ya'ni muammo yo'q degan. Venti nima ekan? Savol. Vanni o'zi esa, mana vanni o'zi esa savol so'ramoq. Keyingisi may degan so'z. May. Sotish degan. Agar buni 3-dan aytib qo'ysangiz, may bo'lib qolsa sotib olish bo'ladi. May shu kitob sotish, may shui guo, may shui guo mevalar sotish. Shou huo yuan may dongsi, shou huo yuan sotuvchilar degan. Sotuvchilar. Sotuvchilar narsa sotadi. Chega shangdian may pinguoma. Bu do'kon olma sotadimi? Chega shangdian may shoujima. Bu do'kon telefon sotadimi? Ko'rdingizmi, demak, bu magazin nima sotadi desangiz o'sha may deysiz, qisqaroq aytasiz, tez aytasiz, may emas. 3-dan aytib qo'ysangiz sotib olish bo'lib qoladi. Hop, pingo zimimay. Olmani qanchaga sotasiz yoki olma necha pul turadi degan. Pingo do'shavchiyan bor edi, oldin o'tganmiz. O'shani siz pingo zimimay siz ham bo'ladi. Ya'ni olma qanchaga sotasiz? Qanday sotasiz? Qanaqa necha pul narxi degandek.
yoki lizi zimimay lizinoq degani yoki chingzi zimimay bog'lu zimimay savmay zimimay ana bularni qancha sotasiz degani zimimay nima ekan o'sha do'shovchi yani qancha nechi pul turadi degan javobni bo'ladi pingo shikway chian sanjin olma 10 yuan 1,5 kilosi olma 10 yuan 1,5 kilosi keyin bularga narxlari bor narxlarni bir o'tganmiz adashmasam ham tushunarli do'shovchiyani siz zimimay deb aytsangiz ham bo'ladi nimadir narsa zimimay bozorga kirganda keyingisi da degan hua telefon qilmoq gay baba da degan hua dadangga telefon qil da degan hua van vanti telefon qilib so'ramoq degan niyao gay shay da degan hua sen kimga telefon qilyapsan va yao gay mama da degan hua men onamga telefon qilyapman telefon qilganimizda band bo'lsa jansian deydi shouji jansian yoki degan hua jansian deydi abonent band degan men bandman u band bo'lsa ish bilan esa mana bu manga aytiladi tushunarli bu bilan buni adashtira olmaymiz bu endi manimcha oldin o'tganmiz o'tmagan bo'lsa yozib qo'yasiz bu abonentga nisbatan band bunisi esa odamni o'zini bandligini bildiradi bu aloqa bandligi keyingisi isia juda muhim grammatikadan biri kanisiya bu biroz degani esa tushunarli faqat fe'l bilan keladi biroz qara deymiz biza o'zbek tilida ular ekan qara biroz bo'lar ekan kanisiya vonisiya biroz so'ra seosisiya biroz dam ol zoisiya biroz qara biroz o'tir degan hop chingni kanisiya jibin shu iltimos mana bu kitobga biroz qarang ni seosisiya sen biroz dam ol qol shunaqa demak bu so'z o'sha bittali fe'l ikkitali fe'l fe'l bilan keladi asosan tushunarli sifatlar bilan kelmaydi bu yerda endi savollarga javob berishimiz kerak vanti savol kyi mumkin da degan hua telefon qilmoq may sotish endi bularni qo'yib chiqishimiz kerak osian gejeje nima osian gejeje men singlimga nima bermoqchiman nima qilmoqchiman telefon qilmoqchiman gey so'zi keldi bu ga degani endi men singlimga telefon qilmoqchiman bo'ladi ikkinchisigacha ikkinchisiga bo'ladi jigashandian shamadongsi bu magazin boya aytdik bu magazin nima sotadi jigashandian may shamadongsi ikkita qoldi siakba dars tugatamiz nimin yo'mi yo dars tugatamiz sizlarda bormi yo'qmi nima dars payti nima bo'lishi mumkin vanti savolinglar bormi yo'qmi oxirgisi qiy bo'ldi chingvon vo qiy seosisiyama so'rasam maylimi men biroz dam olsam bo'ladi tushunarli bo'ladimi mumkinmi deb tarjima qilaveramiz hop bularni endi nima qilishimiz kerak bilgan so'zlarimizni yozib chiqamiz birinchisi qiy ikkinchisi zay uchinchisi vanti to'rtinchisi may beshinchisi nima edi da tian hua oxirgisi isya可以可以在在问题问题卖卖打电话打电话一下一下demak isya
Bir safar o'tganda adashmasam, biroz degan so'zlarni bir necha xil variant o'rgangandik. Shu yerda ham bir isya so'zi bor edi. Isya u adashmasam ana bilan o'tgandik. Sifatlar bilan, otlar bilan o'tgandik. Adashmasam, yovdiyar, yidiyar, isyalar o'tgandik. Uni biroz edi. Bu isya esa faqat fe'l bilan keladi. Tushunarli? 王老师，我可以再问您一个问题吗？可以，你有什么问题？那个小店卖不卖手机？我不知道，你可以打电话问一下。 Hop, bu tekstgacha mana necha minut vaqtimiz ketdi? 20 minut vaqtimiz ketdi. Agar birdaniga siz mabodo o'qituvchilik qilsangiz yoki dars bersangiz yoki o'quvchi bo'lsangiz, mana birdaniga so'z yozib turib, birdaniga tekst o'qib ketsangiz bo'lmaydi. Shuni hisobiga biz nima qildik hozir? Shuncha tekstlarni ko'rishimizdan oldin nima o'rgandik? Ish qurolimizni tekstdan oldin o'sha o'rganadigan so'zlarni yaxshilab oldik. Mana shuncha materialdan foydalanib to'g'rimi? Endi nima qilamiz? Tekstni tarjima qilamiz. Hop, hozir Wang Laoshi Woki Zai. Buni tekst iloji boricha o'zingiz tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? O'zingiz tarjima qilingda, ekranni pauza qilib turing. Tarjima qilasiz, keyin nima qilasiz? 王 Mana. Tarjima qilasizda, o'shani kommentga tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Daftaringizga yozibmi? Biz iloji boricha maktabda, institutda o'qigan paytimiz Xitoyda tekstlarni ko'chirardik. Faqat bunaqa tekst emas, uzun tekstlarni ko'chirardik. Bu nimaga foyda berardi? Shu hierogliflarni eslab qolishimizga yordam beradi. Ya'ni ko'rib, yozganimizni ko'ramiz, o'shani og'zimiz bilan takrorlab o'qirdik. Va audioga tashlab qo'yardik, ustozimiz tekshirib berardi, yozuvimda mana bunaqa kamchilik bor deb turib. Demak, tarjima qilsak, Wang Laoshi Woki Zai Wen Nin Yiga Wen Tima. Wang Laoshi, men sizdan yana bitta savol so'rasam bo'ladimi? Maylimi? Yo'q, Kei Niyo Shima Wen Ti. Mumkin seni nima savoling bor? Naka Xiao Dian Mai Bu Mai Shouji. Ana bu kichkina do'konda telefon sotiladimi, yo'qmi? Qarang, Mai Bu Mai degani sotiladimi, yo'qmi degan. Wo bu jidao, ni kei da dianhua Venezia. Men bilmayman, sen telefon qilib so'rab ko'r demoqchi. Tushunarli? Bu yerda nima? Men bilmayman, sen telefon qilib so'rab ko'rishing mumkin deb nima qilasiz? Tarjima qilsangiz sal to'g'ri bo'ladi. Hop. Endi pininsiz o'qishga harakat qilib ko'ramiz. Agar iloji bo'lsa, pininsiz varianti mana bu yerda. Mana. Tushunarli? Pininsiz variantini shu tarzda nima qilib ko'rish kerak? Bitta o'qib o'rganib ko'rishingiz kerak. Shunda sal biroz bo'ladi, qiziqarliroq bo'ladi. Hop, davom etamiz. Tekst o'qib olgan bo'lsangiz, endi tarjimasini bildik, Xo'p, shu kitobda endi mashqi bor. Mashqida o'zi tekst tepasiga yozib qo'y, tekst pastda bo'lishi kerak. Hop, Bai Jiayue Xiang Zai Wen Wang Laoshi nima so'rayotgandi? Bitta savol edi. Yiga Wen Ti, Lianga Wen Ti bu ikkita savol degan. Keyingisida Wang Laoshi Nali Maybo Mashouji. Wang Laoshi javobi qanaqa bo'ldi? B. To'g'rimi? U bilmas degan. To'g'rimi? Bu yerda telefon sotiladimi, yo'qmi? Chunki balki bormagan bo'lishi mumkin. Xo'p, demak tekst tushunarli bo'ldi. O'zi qisqa savollar bo'ladi. Ikkita savol. Agar tekst tushungan bo'lsangiz, shunaqa ikkita nima qilasiz? Savolini tekstga qarab topishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi key degan so'zni tushuntirib beraman. Key degani bu biroz degani. Biroz mumkin so'zlarda keladi. Misol uchun mana bu yerda yozib qo'ygan. Wo key zai wen nin yiga wen tima va tekstga kelgan narsa men sendan bitta savol, yana bitta savol so'rasam maylimi degan. Shuna demak asosan bu egadan keyin ko'proq keladi. Tushunarli bo'ldi? Egadan keyin, obyektdan keyin. Keyingisi nimin key kan jaban shu. Sizlar bu kitobni ko'rishinglar mumkin.
Keyingisi 我可以坐吗 men o'tirsam maylimi? 可以请坐 mumkin, marhamat o'tiring. Tushunarli? Demak, 可以 asosan egadan keyin keladi. Ya'ni o'sha men, sen, u hozirdan keyin. Hop, keyingisi o'tamiz. Yana ba'zi misollar bor. Misol uchun, 我可以打电话问一下 men telefon qilib so'rayman. To'g'ri, sen telefon qilib so'rashing mumkin. Bu yerda mana asosan nimadan kelyapti? Bu yerda key degan so'z bor aytdik. Keyni endi yesiya bilan birga qo'shib o'tib ketyapmiz. Biz keyni ham qizilga yozib qo'ydik, chunki biz hozir o'tgan so'zimiz mana. Keyin mumkin deb o'rgandik. Endi shu so'zga yesiya so'zini qo'shyapmiz mana. Hop, tarjima qilsak, senga mumkin telefon qilib biroz so'rashing. Endi sen biroz telefon qilib so'rashing mumkin deb tarjima qilamiz. Keyingi ching siyosiy yisiya, sen biroz dam ol. Yisiya grammatikasini misollar bilan o'rganyapmiz. Asosan bu nima bilan kelardi? Fe'l bilan. Misol uchun, mana fe'l deb yozib qo'ya qoling. Ya'ni ma'nosi biroz degan, tushunarli? Biroz. Asosan fe'l bilan keladi. Hop. Bularni o'zbekchasini keyin sekin yozib qo'yamiz. Ba'zilariga ulguraman, ba'zi ulgurmayman, to'g'ri tushunasizlar, chunki kitoblarni tarjima qilish, qo'shimcha kiritish biroz vaqt talab qiladi. O'zbek tiliga tarjima qilish bu oson emas. Men ham ba'zi saytlardan olib bularni tayyorlayman, chunki material tayyorlashga juda ko'p vaqt ketib qoladi. Iloji boricha videolarimizni tagida ko'rib, fikrlarni yozib, videoga tashlab qo'ysanglar, ko'rib beramiz va iloji boricha agar bu darslar endi bir yopiq kanalga joylanadi, agar o'sha YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, layklarni bosib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni ko'proq inson ko'radi. Hop, buni aytdik. Yana nima qolib ketdi? Bu yerda 我可以 nima qilsam bo'ladi? 我可以喝吗?可以 我可以看电视吗? 不可以 mana x turibdi. 我可以吃饺子吗? 可以 yoki 可以 to'g'ri, mumkin deyapti. 我可以玩吗? 不可以玩. 我可以去俄罗斯吗? 不可以 yoki 可以deb ketasiz. Misol uchun endi. Chunki sovuq bo'lishi turib, sovuq payti nima qilasan borib deydi-ku. Keyingisi 我可以读吗? 可以 yoki 我可以看吗? 可以看. Ya'ni ko'rishing mumkin degan. Tushunarli? Demak, mana shu yerga 我可以 nuqta nuqta ma. Men nimadir qilsam bo'ladimi degan. Tushunarli? 我可以nimadir ma. Men nimadir qilsam maylimi. Просто 我可以 siz menga mumkinmi degan. Nima mumkin bo'lsa, shu o'rtaga shu so'zni qo'yasiz. Tushunarli? Xo'y, Gunyang bu anavi Gunyangning o'zi qanaqa edi? Xonim degani, adashmasam bu kulrang ko'ylakli xonimda, bilasiz. 我可以去吗? Men borsam maylimi? 不可以 borishim mumkin emas. 我可以穿吗? 可以 ya'ni kiyib ko'rishing mumkin. Kiyib ko'rsam maylim, kiyib ko'rishing mumkin. Rahmat deyapti, siya deyapti. Tushunarli? Demak, nimaga savol berganda 我可以 nimadir ma. 服务员，服务员，女士，女士，请请坐，坐，给给杯杯要要早饭，早饭，这个这个面包，面包，鸡蛋，鸡蛋，服务员bu ofitsiyat. Buni yoniga purin deb yozib qo'yganman. Purinni hozir tushuntirib beraman. O'sha so'zga o'tgan vaqtda har birida alohida aniqlamiz. 服务员 va ofitsiyant boya purin yozdim. Aytdi purin. Purin bu xizmatkor, ya'ni uy xizmatkori purin deyiladi. 服务员 to'g'ri, bu ham xizmatkor, faqat ofitsiyant deb to'g'rimi? Buni ingliz tilida olib kelgan ofitsiyant. Ofitsiyant restoran, aeroportlarda xizmat qiladigan inson tushunilsa, usta emas, ofitsiyant. Purin esa uyimizda xizmatkor tushuniladi. 一个服务员 bitta ofitsiyant. 他做什么工作? U nima bilan shug'ullanadi? U nima ish bilan shug'ullanadi? 他是一个服务员. U bitta ofitsiyant. Shu 一个 so'zini qo'ymaysiz ham bo'ladi. U ofitsiyant. 服务员在哪儿工作? Ofitsiyant qayerda ishlaydi?
Ofitsiant restoranda ishlaydi. Umid qilamanki, siz so'zlarni yozib boryapsiz, chunki so'zni misolsiz o'rganib bo'lmaydi, tushunarli. Iloji boricha misollar bilan o'sha daftaringizga yozib qo'ying va bizga yuborib qo'ying. Xonim, niyushi. Naga niyushi, ana bu xonim. Naga niyushi shishay, ana bu xonim kim? Naga niyushi shi vodolaushi, ana bu xonim bizning o'qituvchimiz bo'ladi. Niyushi zimala, xonim sizga nima bo'ldi? Chunki nima qanaqadir sherigini kutyapti, sherga kechikyapti yoki kelmayapti. Shunday deysiz, xonim sizga nima bo'ldi? Sizga nima qildi deydi-ku. Shuni niyushi nin zimala, sizga nima bo'ldi? Niyushi kim ekan? Xonim degan. Ching, marhamat, iltimos. Misol, bilan ching, bu yerga, bu tomonga marhamat. Bu tomonga marhamat deb tarjima qilamiz. Bu tomonga iltimos emas, bu tomonga marhamat degan bo'lar ekan. Chingwan Suysiao Zaynar. So'rasa maylimi, maktab qayerda? Chingchi fan. Chingchi Zeit ham bo'ladi. Marhamat, ovqatlaning. Chingjin, marhamat, kiring. Ching o'zimga marhamat yoki iltimos. Hokingsi zuo. Niyushi chingzu, xonim marhamat o'tiring. Nizo jaliba. Sen bu yerga o'tirishing mumkin. Sen bu yerga o'tira qol. Chingzu h deyar shvayba. Marhamat o'tiring, bu yerda nima qiling? Marhamat o'tiring va biroz suv iching. Keyingi so'z gay bermoq degani. Gay wo menga ber. Chingay wo ibey shvay menga biroz suv ber. Mama gay wo dadyanxo. Oyim menga telefon qilyapti. Va bundan gay nichian men senga pul bera olmayman. Xolos, bu so'zlarga misollarni ham alohida yozib qo'yasiz. Demak, gay bermoq degani. Yana ba'zi so'zlar bor, ma'nolari bor. Endi meni boshqa ma'nolarni yozib qo'ysam, ga yoki uchun degan ma'nolari bor. Endi buni tekstga qarab o'zingiz chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli? Alohida hozir men bermoq desam, endi nima deyapman? Men onamga telefon qo'ng'iroqni beraman emas, men onamga qo'ng'iroq qilaman. Onamga bitta onamga qo'ng'iroq qilaman bilan. Burasi gay wo degan so'z, burasi menga nimadir ber degan. Xo'p. Men onam menga telefon qiladi degan. Yoki wo bo'lsa, mamani bu yoqqa qo'yib qo'ysangiz, woga mama degan qo'ysangiz, men onamga telefon qilaman bo'ladi. Yoki teskarisi bo'lsa, onam menga telefon qiladi bo'ladi. Hop. Yoki wo bilan gayni chiyan. Demak, qo'ng'iroq ko'rinmaydigan ma'qul narsalar bilan bo'lsa ga ma'noda ishlatiladi. Qo'lga ushlanadigan narsalarga esa asosan bu bermoq degan ma'noda keladi. Tushunarli? Ko'rinadigan narsalarga asosan bermoq ma'noda ishlatiladi. Ma'qul ko'rinmaydigan narsalar uchun esa ga ma'noda keladi. Tushunarli? Bu xabar senga deydi-ku. Hop, bey stakan, ibey shvay, bir stakan suv, ibey new nay, bir stakan sut, ibey sibey cha, 4 stakan choy, ibey kafe, bir stakan kofe, o'syanxi ibey new nay, men bir stakan sut ichmoqchiman. Tushunarli? Men bir stakan sut ichmoqchiman. Keyni ibey cha, sizga bir stakan choy beraman. Beraman sizga bir stakan choy. Ya'ni sut qolmagan. Chinge wo liangbey kafe mana yigit aytayapti. Yigit olib kelyapti ekan. Iltimos menga 2 stakan kofe bering. Demak, bey nima ekan ma'nosi? Stakan degan. Endi har xil stakanlar bor. O'zi yoniga yozib qo'ysam, bey demak ushiydigan stakanli, tushunarli bo'ldi? Anaqasi bo'ladi-ku, finjon deydi-ku o'zbek tilida. Cha bey deyish mumkin. Yoki cha bey degani choy piyolasi, o'zimiz piyolada cha bey. Yoki olishimiz mumkin qaysi biri? Jobey degani endi bu bakal bor-ku, ichkilik ichadi, o'shanaqa paytda ishlatiladigan narsa. Bakalga o'xshagan narsa. Jobey. Hop.
yoki qanaqa qilib bor endi dabey xiaobei ketaveradi. Bir stakan turlarni adashmasam o'tgan bo'lishimiz kerak. Shunda bor edi. Keyingi so'tlarimiz aytdik. Hop, yao kerak xohlamoq. Yao shui menga suv kerak. Yao chay ovqatlanish kerak. Yao ibei cha bir stakan choy kerak. Chingwon ni yao shima so'rasa maylimi, sizga nima kerak? Ni yao shima. Wo yao liang ge bao zi he ibei cha. Menga ikkita bo'g'irsoq va bitta choy kerak. Menga demak magazin bor deysiz, nimadir kerak bo'lsa, wo yao deysiz, demak egidan keyin keladi. Wo yao menga kerak degan yoki men xohlayman deb tarjima qilsam bo'ladi. Wo yao nimadir. Tushunsa, ni yao shima desa, sizga nima kerak desa, wo yao nimadir deb javob berasiz. Choy, non, hokazo. Keyingi zaofan, zaofan. Hozir o'tayotgan darslarimiz ba'zi o'quv markazida ba'zi so'zlar misolsiz o'tadi, ba'zilari misol bilan o'tadi. Agar misoli bilan o'tsa, xuddi shunaqa misollar bilan yozishadi. Misolsiz o'rgansangiz juda ham nima bo'ladi? So'zni qayerda qo'llashni bilmaysiz, tushunali. Bitta so'zga iloji boricha har xil gaplar tuzing. Misol uchun 5-10 xil, har xil savol gap tuzing, negativ gap tuzing, darak gap tuzing. Shunaqa turli xil gap tuzsangiz juda ham foydali bo'ladi. Yani gapni avvalo o'zidan tuzing va keyin o'sha Train Chinese va boshqa programmalarga qarab ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bitta savol qanaqa variantda kelishini. Chi zaofan, zo zaofan, wo chi degan chi zaofan. Demak, nonushta yoki zavtrak deymiz, nonushta yeyish, nonushta tayyorlamoq. Men soat 7da nonushta qilaman. Zaofan wo xiang chi mianbao he kafe. Nonushtada men, demak, da qo'shimcha shart emas bu yerda. Nonushtada deb tarjima qilib ketaveramiz. Nonushtada men xohlayman yeyishni, non va kofe xohlayman. Demak, zaofan nima ekan? Nonushta. Bir o'tadiga zaofan, wufan, vanfan o'tadik. Mana wufan, vanfan. Wufan tushlik, ya'ni endi tushlik, ya'ni obedga ovqat. Vanfan kechki ovqat. Keyingi jaga nagalarni bir o'tgandik. Jaga pingo mana bu olma. Jaga pingo xinxovchi, bu olma juda mazali. Jaga shangdian xinda, bu do'kon juda katta. Jaga yitsi, bu stol. Wo xan sixuan jaga yitsi, menga bu stol juda yoqadi. Tushunali? Hop, keyingi mianbao, yiga mianbao, bitta non. Ikwai mianbao, endi bir bo'lak non. Kwai bu bo'lak degan. Mianbao degan non do'koni. Chi mianbao, non yeyish. Wo sixuan chi mianbao, menga non yeyish yoqadi. Bir xil bor-ku, non palovli ovqatni non bilan yeydi-ku. Non bilan qilingan ovqatni non bilan yeydiganlar bor. Jaga mianbao xinxovchi, bu non juda mazali. Hop, keyin o'tamiz. Jidan tuxum degani, ya'ni dan o'zi tuxum, endi ji qo'shib qo'yib tovuq tuxumi. Chi jidan, mianbao xil jidan, non va tuxum. Nisi xuan chi jidanmi? Senga nima yoqadimi? Senga tuxum yoqadimi? Tuxum yeyish yoqadimi? O zaoshang chi bu ni zaoshang chi bu chi jidan. Sen ertalab yeysanmi, yeysanmi tuxum? Oxirida nima kelmaydi? Ma kelmaydi, chunki bu retorik savol bo'lgani uchun oxirida ma qo'ymaysiz. O zaoshang chi yigan mianbao xil lianga jidan. Men ertalab bitta non va ikkita tuxum yeyman. Siz o'zingiz nima yeyishingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi kommentga. Keyingi demak chi so'zi qaranglar, chi so'z mana og'a to'rtburchak, keyin yemoq so'zidan olingan qaranglar mana. Chi mianbao non yeyish, chi mifan yeyish, guruchli ovqat yeyish, chi jidan, chi miantiao, chi tsay. Sabzavotlar, non, lag'mon, tuxum va guruchli ovqat yeyish. Ichmoqqa-chi? Ichmoq x edi mana x. Mana x ko'tarib tushyapti. X kafe, x niunay, x
He shui, he cha. Demak, ichmoq bilan yemoqni bitta bog'laydigan jihat. Bunda ham og'iz kaliti bor. Bunda ham ana to'rtburchak og'iz kaliti bor. Hop, endi bu so'zni qo'yib chiqamiz. Bu so'zlarimizda nima bor? Boya o'tgan 5 ta so'zimizni ko'rayotgan bo'lsa, har bitta so'zni misollar bilan va ularni test qilyapmiz darsning ichida. Bunda siz o'sha so'zni yana ham to'liq tushungan bo'lasiz. Xudo xolasa keyinsa nizaychir isyaba. Isyadan oldin nima kelardi? Fe'l keladi, to'g'rimi? Demak, qaysi fe'lni qo'yamiz? Zuvoni qo'yamiz. Siz bu yerga biroz o'tirsangiz bo'ladi. Keyinsa tashing bingla bo'syangchi yemoq degan so'z qo'yamiz. Zavfan demak, nonushta deylik. Demak, u nima qilmadi? Kasal bo'ldi. Nonushta yeyishni istamaydi. Keyinsiga ching vo ibey shu sesi iltimos menga bir stakan bering. Adashmasam bermoq qaysi edi? Gay bermoq. Va ikkita variant qoldi. Ikkita variantni topib qo'yamiz. Ni hao, fu yuan, va qizo jirmi. Salom ofitsiant, ya'ni salom. Endi biz ba'zilar nima deydi? Kirgiton deydi. Salom ofitsiant, bu yerga o'tirsam maylimi? Yoki bo'ladimi? Keyinsiga tahay yao yiga pingo. U hali yana bitta yoki u xohlaydi, u hali yana xohlaydi bitta olma. Bitta bolaga mana berasalar egiz kelib qoladi, yana yeydi. Shu so'raveradi, shunday aytsa bo'ladi. Tahay yao yiga pingo. Endi bularni nima qilamiz? Endi tarjimasini aytamiz. Tarjimasi birinchisi nima edi? Ingliz variant turibdi. Endi o'zbekchasini menimcha bilasiz. Inglizchasini o'chirmadim ataylab. Chunki bu so'zlarni menimcha o'zbekchasini tam ko'ra inglizchasini ham biz birda yodlardik. Boya tarjimasini aytgandim, yozib olgansiz. Ishonamanki, bu endi inglizchasini birato'la yodlab ketish kerak degan umiddaman. Chunki biz ham shuna qilardik. Til o'rganishda inglizchasini ham o'zbekchasini ham yodlab ketardim. Birato'la ikkita tilni o'rgangan bo'lasiz. Mabodo ingliz tilini bilsangiz, o'zbekchasini yozmadim ataylab. Yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, xohlasangiz. Fu yuan ofitsiant kimsmaydi? Xonima. Nisha, Qing, Zuo, Gei, Bei, Yao, Zaofan, 这个面包鸡蛋。服务员，服务员，女士，女士，请请坐，坐，给给杯杯要要早饭，早饭，这个这个面包面包，鸡蛋，鸡蛋。 Bular tarjimasini boya tepadan bu yoqda ko'rdik, mana. Ko'rdik mana. Yana shuni qaytib yozib qo'ymadim chunki tarjimasi mana bu turibdi. Bu bizning inglizcha variantiga turadi. Xo'p, endi tekstni bir yana o'qiymiz. Yana bir tekst bor ekan. O'sha mana ikkita tekstimizga 40 minut vaqt ketib qolyapti. Hech qisi yo'q. Endi biz 60% ni o'tdik mavzuni. 女士，请坐。您喝什么？我看一下，请给我一杯牛奶。好的。您还要什么？我还没吃早饭，再要这个面包和鸡蛋吧。 Ha, bu tekst qayerda bo'lyapti? Tekst restoran sodir bo'lyapti. Kofe ichadigan joyda ekan. Kofe ichadigan joyda ovqatdan qilishar ekan. Hop, bu nonushta qiladigan joyga xolos kofeteriyada. Hop, mana ofitsiant so'radi, xonim, marhamat o'tiring, siz nima ichishni xohlaysiz? Men bir ko'raychi, ya'ni menyu aytmoqchi. Chengevo ibey nunay, menga bir stakan sut bering. Havda niyao ni hay yoshimi? Sizga hali yana nima kerak? Bu hali yoki yana tushunarli bo'ldi? Sizga hali nima xohlaysiz deydi-ku, shunaqa. Men hali nonushta qilganim yo'q. Men yana xohlayman bitta non va bitta tuxum. Deb nima qilamiz? Tarjima qilamiz va keyin nima qilamiz? Savolga javob beramiz. Hop, Wang Isui nima ichish xohlardi? Suv emas, choy emas, qaysi edi?
sut deydi, sut. Wang Yisue hay xiangchi nima edi? Mianbao va jidan. Hop, belgilab bo'lgan bo'lsangiz, to'g'ri chiqadigan umiddaman. Va keyingisiga o'tamiz. Keyingisida ikki obyektli gap, bitta fe'l, ikkita to'ldiruvchi obyekt bilan keladigan gaplar. Hop, ushbu darslikda ge, bermoq, van, so'ramoq fe'llari bilan tuziladigan ikki obyektli gaplar o'rganiladi. Misol uchun birinchi saytga qaraymiz. Chinge wo ibe niu nai. Iltimos, menga bir stakan nima bering? Sut bering. Keyingisida Bai Jiayue bu odamning ismi. Ge Anna yiga pingo. Bai Jiayue Annaga bitta nima berdi? Olma berdi. Oxirgisigacha Wowen Laoshi Lianga Vanti. Men ustozga ikkita savol berdim. Ikki savol so'radim deylik. Men ikkita ustozdan ikkita savol berdim deydi-ku, shu savol so'radim deganida endi. Men ustozdan ikkita savol so'radim. 女士，请坐。您喝什么？我看一下，请给我一杯牛奶。好的，您还要什么？我还没吃早饭，再要这个面包和鸡蛋吧。 Hop, bularni ham boy tarjima qilgan. Iloji boricha pianinsiz o'qishga harakat qilib ko'ring va audiosini tashlab qo'yasiz. O'sha o'zimga tashlab qo'ysam bo'ladi. Telegramdan. Hop, bu yerda endi Fu Yuan, Wang Yisue, Shimma Vantila boyatda buni buncha qildik. Hop, kafe, Yunay men bola aytdik. Zaofan nima kirar ekan? Bu Zaofan nolish degan. Pinkoni aytdik. Niao Shimma. Oyao olma nima edi? Pinko. Sen nima xohlaysan? Senga nima kerak? Menga olma kerak. Niao shui goma. Senga mevalar kerakmi? Ho, nima deyapti? Yo'q deyapti. Qaysi bo'ladi? Ho, bu yao shui go. Menga mevalar kerak emas. Hop, ni sixuan chi jidan. Sen, wo sixuan chi jidan. Menga tuxum ish yoqadi. Ni sixuan chi shimma, wo sixuan chi deysizda istagan o'sha ovqat turlarini qo'yib turasiz va keyin nini deb savol berasiz. Senchi deganda keyin deysiz wo chi yoki wo sixuan chi deb xohlagan mevani aytib nima qilsangiz bo'ladi? Ikkita sherik partnyor qilib tuzib gap tuzsanglar bo'ladi. Tushunarli? Ni sixuan chi shimma, wo sixuan chi bla bla bla. Nini senchi, wo sixuan nimadir deb gap tuzib ketaverasiz. 先生，先生，一半，一半，茶，茶， Demak, boya Nushin o'tdiga, Nushin xonim edi, Siyanshik endi janob. Yiban bu bitta yarim degani o'zi band desa ham bo'ladi, tekstda. Bitta yarim, buni xohlasangiz band desa ham bo'ladi. Bir xil narsa, xo'p. Biz ham bitta yarim deymiz-ku, yarimi. Bitta narsani yarim. Yarimi deysiz, farqi yo'q. 6 yarim, 5 yarim deysiz-ku, shunaqa gapni qo'llab. Cha, choy degan. Keyingisi janob Siyanshang bo'ldi. Siyanshang ha Nyushi janob va xonim. Yoki Nyushi ha Siyanshang xonim va janob. Siyanshang Niao diyar shimma. Niao diyar shimma siz nima xohlaysiz? Janob siz nima xohlaysiz? Ya diyan bu o'zi zakaz qilish tushunali. Mana shu yerda rini tushirib qo'y. Niyo degan shimma. Siz nima zakaz qilmoqchisiz? Keyin zakaz qilmoqchi bo'lgan narsa aytasiz. Tushunali? 先生， Jeshe wo Siyanshang bu meni turmush o'rtog'im degan ma'nosi, plus bu meni erim degan. Mana yozib qo'y. Jeshe wo Siyanshang, ya'ni bu mening erim tarjima qilaman. Tushunarli bo'ldimi? O'zi er degan so'zni ma'nosi o'zi xitoy tilida qaysi edi? Jangfu degan so'z bor edi. Oldin o'tganmiz. Jangfuni jishi o'da jangfumi, jishi o'da Siyanshang desa ham bo'ladi. Chez kitobida mana shu so'z kelganda, Siyanshang tilida ma'nosi o'sha turmush o'rtog'im degan ma'noni bildiradi.
Keyingisida ban degan so'z nima edi? Yarim degani. Ketib qoldi. Yarim. Hop, olaylik. Yarim degan so'zda 3,5 demoqchi bo'lsak bo'ladi, san degan ban. Yarimta olma desak, ban ga pingo. Yarimta olma. Yoki yarim kilo bo'lsa, ban jin, ya'ni 250 gram bo'ladi. Hop, bu siang o ji siang chi i ban. O bu siang chi i ga. Men faqat yarmini shoxlayman. Men bitta shoxlamayman deb. Ya'ni olmani, demak, tasavvur qiling, tarozi yoki birorta oshni nima deysiz, bir pol solib kelgan bo'lsa, nima deysiz? Menga yarmi kerak deysiz, o'shanda ban aytasiz. Hop, keyingi choy, liang bei cha, i hu cha, bir choynak choy. Cha bei, choy piyola deylik, h cha, choy ichish. Tai lingla, ya'ni juda ham sovuq. Qing ge wo liang bei ri cha. Juda ham sovuq, iltimos menga nima qiling, 2 stakan choy bering. Bular aytgan nima edi? Sensheng janob, iban 2 ban yarim. 先生， choy, cha choy. 先生，一半，一半茶，茶。 Muloqotda bansiz ham bo'laveradi. 先生，请坐。您要什么？我要1斤饺子。好的，1斤饺子40个。 40个太多了，我要一半吧。半斤20个。您想喝什么？请给我一杯茶吧。 Hop, bu yerda o'zi ofitsiant erkak kishi, lekin bu yerda rasmni qiz bola rasm qo'yib qo'yibdi. Sal anglashilmovchilik bo'lgan. Kitob endi chiqqan paytda shunaqa kamchilik bo'lib turadi. Hop, tarjima qilsak, janob, marhamat o'tiring, siz nima xohlaysiz? Menga yarim kilo, yo'q, yarim kilo, endi yarim porsiya deganlik, yarim porsiya chuchvara kerak. Yaxshi, yarim porsiya chuchvara 40 yuan bo'ladi, deyapti. Ha, 40 yuan ekan. Hop, sishiga $2. Yarim chuchvarada 40 ta chuchvara bo'lar ekan. Hop, 40 ta juda ham ko'p, menga yarim kerak, demak 20 ta olib kelar ekan. Hop, yarim chuchvara 20 ta. Siz yana nima xohlaysiz? Menga yana 1 stakan choy olib keling. Ko'rdinglarmi? O'sha o'rganaversalar, tarjima qilish qobiliyati rivojlanadi. Qo'shimchasi kino ko'rsanglar ham zo'r bo'ladi. Savolga javob beramiz va keyin mana bu yerda yana variant bor, bularni qo'yib chiqamiz. Birinchisi ham bo'ldi, Qing wo iberi cha. Videoni pauza qilib, mana bunaqa pauza qilasizda. Keyin davom ettirsangiz bo'ladi. Ketdik. Buni to'xtalmadik. Ishonamanki, siz javobni topasiz. Javoblarni ko'rmay qolamiz. Javoblarni o'z qilib tashlab qo'yasiz. Keyingi rasmda kitobimizda qaysi joyda? Mana bu joyda nima bor edi? Mana shu savol javoblarni qilasiz va rasmlarga qaraymiz. Bugungi rasmda o'tgan so'zlarimiz foydalanib rasmga nima qilamiz? Voqi qo'ydami yoki voqi vaniga vantima degan gaplar o'tdi. Savol bersa mayli, shularni mana bu yerga to'ldirasiz. Daftaringizni yozib bizga yuborib qo'yasiz. Bu yerda ham 4 ta rasmga qaraymiz va javoblarni o'zimiz yozamiz hieroglifda va ustozga yuborib qo'yamiz. Oxirida choyga aloqa o'tiribdi video bor ekan, bir ko'ramiz nima haqidaligini. Adashmasam 2,5 minutlik video ekan.中国是茶的故乡，也是茶文化的发源地。中国茶的发现和利用，在中国已有4、5千年历史。茶也已成为全世界最大众化、最受欢迎、最有益于身心健康的绿色饮料。
中国开始饮茶，大体上开始于汉朝，盛行于唐朝。唐朝的陆羽是中国唐代著名的茶文化家和鉴赏家，他写了世界上第一部茶叶专门著作《茶经》，被世人誉为茶仙、茶。 bular endi offline keladigan o'quvchilarga darslarni tushuntirib beramiz. Juda choy haqida madaniyatini qachon paydo bo'lgan, qaysi zamonda populyarniy bo'lgan, ommalashib ketgan o'shalarni gapirib beryapti. Choy oldin asosan dori sifatida ishlatilgan, keyinchalik chanqoq bosti ichimlik sifatida ommalashgan. O'zi aslida bir videoda ko'rib, 205 kitobda o'qigandik. 茶博士。中国的茶有很多种，基本分类有红茶、绿茶、黑茶、白茶、乌龙茶、黄茶和花茶，而茶叶的种类更是多得数不胜数。比如说，我们生活中最熟悉的西湖龙井、洞庭碧螺春、黄山毛峰、安溪铁观音等。说到茶，不得不提的就是茶具。中国人泡茶讲究茶道，茶具也有很多种类，而且造型优美，既有实用价值，又有艺术之美。饮茶有很多好处，比如说能增强思维和记忆能力，能消除疲劳。茶叶里还含有不少对人体有益的微量元素，能使人延年益寿。饮茶还能增强运动能力，有良好的减肥和美容效果。今天你喝茶了吗？ Bugun choy ichdingizmi dedi. Biz endi ota-bobolarimiz qo'lida kitob bo'lgan bo'lsa, ularni ota-bobolarning qo'lida choy bo'lgan ekan. Ko'rganmizlar. Faqat choy. Bir choyga oid video bor edi. Hozir topsam qo'yib ko'rsatib beraman. Hozir. Hemen topdim. Hop, shu rasmni hozir bir daqiqa bir tashlab beraman. Qaraymiz. Hozir qo'yib beradigan testim bu choy turlari. Eslab qolasiz. Endi bu choy turlarini aytmasligi mumkin. Hop, Telegramimizda bitta videocha bor edi. O'shani hozir bu endi haqiqiy bitta imtihon bor Xitoy tilida. O'sha haqiqiy Xitoy tili testida endi qanaqadir Xitoy ko'proq degan haqiqiy Xitoylarni biladigan chet elliklarni testi bor. O'sha choy haqida video bor. Eshitamiz. 请听歌曲回答问题。 cha deyapti. O'zi cha bo'lishi kerak. Bir cha deyapti. Savolda ana Xali Chao degan do'konaga bor, haqiqiy chet elliklarniki. Choyga oid qo'shig'i eshitib turib tushunishingiz kerak va savolga javob berasiz. Molicha 不能说cha西山cha deyapti. Qo'shiqda eshitgan choy turlaridan aytilmagan variant toping. Ya'ni qo'shiqda qaysi choy aytilmagan, shuni topish kerak. 哪种茶 ？A. 茉莉茶 B. 石芽茶 C. 银山茶 D. 金花茶。 Kimdir S qilgan, boshqa qilgan javobini kommentga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Agar tushunmagan bo'lsangiz videoni qaytib yana ko'rasiz.
Xo'p, shunaqa choy turlari shunaqa. Oq choy, sariq choy, yashil choy, bir narsa choy, wulong choy ekan, qora choy va to'q choymi shunaqa. Demak, shu mavzudan o'tdik. Darsimiz tugadi o'quvchilar. Necha soatga bordi? Rovna 1 soat bo'libdi. O'zi shunaqa, o'quv markaziga borsangiz ham, onlayn o'rgansangiz ham shu 1,5 soat vaqtingiz, ya'ni yarim soat o'quvchilar bilan savol javob qilib, hokazo bo'lib ketib qoladi. Onlayn darsni mana ba'zi darslarni men hozir yanvar oyidan boshlaganman. Shu yanvarmidi, fevralmidi 2026-yil boshlaganim shu 13 ta darsni shu 3 oymi, 4 oy mobaynida endi bo'lib tashladim vaqtimga qarab. O'zi bitta tashlasam bo'lardi. Biroz vaqtim sal ozgina ishlayman ham boshqa, shuni hisobiga tashlamay qoldim. Iloji boricha bu darslarni o'zi 15 ta darsni bitta 1 oyda o'rganishdan ko'ra sal ozgina o'zingizga 2 oyda tugatsangiz ham bo'ladi. Ya'ni o'quv markazida ba'zilar 2 oy, 3 oy, 4 oyda o'tishi mumkin, chunki yangi cheskada so'z ko'pda. Biz video darslarimiz 15 ta darsni iloji boricha 1,5-2 oyda tugatsangiz bo'ladi. Shunda ham keyinchalik ustoz 15 dars tugatdi. Mana ikkinchi bosqichga o'tmoqchiman deb bizga yozsangiz, biz sizga shu test beramiz. Testni yechib keyingi bosqichga o'tsangiz bo'ladi. Hop, ikkita darsdan so'ng chizgi bir tugaydi va xudo xolasa sizlarga bir test Telegram tashlab beraman. Testni yechib tashlab qo'ysanglar, ikkinchi boshqa kanalimizga linkini keyin ulashib qo'yaman. O'quvchilar sog' bo'lib charchamanglar, keyin darsda ko'rishguncha.